Assalomu alaykum. Bugun splenomegalia, ya'ni taloqning kattalashishi va uni olib tashlash haqida gaplashamiz. Splenomegalia bu taloqning o'zini o'lchamidan kattaroq bo'lib kattalashib ketishi, hattoki u bir necha kilogramm, 7 kilogrammgacha chiqqanlari ham mavjud. Shunday holatlar bo'ladi. Endi buni o'ziga xos sabablari bor, ya'ni infeksiya bo'lishi mumkin, qon kasalliklari, jigar bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar va ba'zi genetik muammolarda bunday holatlar uchrab turishi mumkin. Belgilari qorinning yuqori chap qismida og'riq yoki to'lish hissi bo'ladi. Bundan tashqari tez charchash, tez qon ketishi yoki infeksiyalarga chalinuvchanlik bilan, ya'ni tez infeksiyaga uchrash bilan belgilari bo'lishi mumkin. Faqatgina ayrim holatlardagina splenektomiya, ya'ni taloqni olib tashlash holatlari zarur bo'ladi. Ya'ni bunda nima bo'ladi? Taloq juda katta bo'lsa, qon kasalliklari, ya'ni masalan talassemiya yoki immunogemolitik anemiya kasalliklarida yoki o'sha taloqqa jarohatlangan paytda avariya yoki yiqilish natijasida taloqdan qon ketish xavfi yuqori bo'lsa, bunday holatlarda splenoektomiya, ya'ni taloqni olib tashlash operatsiyalari amalga oshiriladi. Operatsiya odatda laparoskopik yoki ochiq usulda amalga oshiriladi. Agar qorinni yuqori chap qismida og'riq, tez charchash va tez qon ketish bilan bog'liq birgalikda keladigan muammolar bo'lsa, shifokorga murojaat qilib qolishni tavsiya qilib qoladi. Sababiki taloq bu bizning immunitetimizni shakllantirib beradigan asosiy organ hisoblanadi. Sog'lom taloq, sog'lom qon va immunitet garovi hisoblanadi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasal haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.